tajribali jamoa. Toshkent davlat texnika universitetining liderlar jamoasini taklif qilamiz. Marhamat. Lekin pulim yetmadi. Keyin beragim sotor. iPhone ekran ochmasmi? Borasan pul to'laysan xolashar. Qara Nodir, senga ovoz donson-da. Просто miyanadan bo'lish kerak. Kecha men uyimda turba teshilib qoldi. Shunday sandirniki telefon qilsam, Twitterim ko'tardi. Kecha men uyimda suyulish bo'ldi. Elektrikni telefon qilsam, Twitterim ko'tardi. Kecha biz uyda tug'ilgan kun bo'ldi. Yig'ichaq ertalabga chechimizda hikoyatda qizlarga telefon qildik. Twitter ko'tardimi? Twitter ko'tarolmasga ichim mas'ul bo'ldi. Mayli, ertasiga o'qishga bordi. Twitter qaytardi. Beso'roq bormi? Yo'q, kecha aralashib keniga qaytardi. Otaxon teshikmi? Qizni tanib chiqdi. Endi qaytar dunyoda bola. Yo'q, nimaga tasirkada chiqdingiz? O'tgan safar senga yutqizib qo'ydilar, o'shandan keyin davlenam ko'tarib yurishga qiynalyapman. Farzandidan nechta bo'ldi otaxon? 12 ta. O'tgan ishdagi qanaqa? Yurishga qiynalyapman faqat. Qayta unaqa video ko'rma, befarosat. Otaxon, bu yilgi maqsadimiz boshqacha. Bu yil Oliy Liga finaligacha borishimiz kerak. Men bu yil finalgacha bora olmasam kerak. Tinchlikmi, sog'lig'ida muammo bormi? Menda muammo yo'q, sanlasinarmisan? Chiqsiz, nima qo'lingizga piyolani ko'tarib olasiz? Homing! Hozir eshitmaysizmi? Piyolani o'rniga avval limonada urgan homing. Yeb onalarni ko'rsin. Umaraga kim ko'p bersa almashtirasizmi deydi. Ya siz olib chiqsiz, nima ustiga 12+ santimetr yozasiz. Sen ham 18+ yozaversan. Ya bu 18 yoshdan kichkina ichish mumkin emas. Yosh yozmagan. Yosh yozish kerak. Nimani yozdingiz? Saqirimni yozyapman. Saqir 12 santimetr bo'lmaydi. Girjanda yozdimmi-ki ya? Bundan ko'ra mana shu avvalgi ichimda bizga ta'riflayver. Qani? Otaxon, qanaqa turib ketdingiz? Havo suvini ichib bitta turg'izadi. Bo'pti qizim, boraveringlar. Nima? Moyga qilib qo'yinglar, nima? Nasibkani mo'yga qildiryapsizmi? Bo'pti, nasilgani ham. Menga qaranglar, Firuza qani? Surasini ko'rmadingizmi? Ko'rdim, yomon xo'nik bo'lib ketib, bir ham yoqmayapti. Operatsiya qilib, cho'tki bo'lib qo'ygan. Rostdan, u operatsiya qildirsa ham o'zgarmaydi, gapimga javob. Bitta ko'ringlar. Hamma gapim qaytyapti, Firuz sevadi. Qanday, istoriyasi sevmas, yoqmaydi deyapsiz-ku. Menga Firuz istoriyasi qiziq emas, kelajagi muhim. Lekin bu Firuz emas, hamma bilib turibdi. Firuz ishmaga dosh biladi. Ana Firuz-ku. Firuz-ku shu. Firuz arabchaga o'ynadi. Stop. Firuz arabchaga o'ynashni bilmasdi. Og'ziga yoqqan Umaraga maza qilyapti. Lekin Firuz biz bilan ichadi, demay. Kim maza qilyapti? Ana bu, mana bunga maza qilyapti. Firuz biz bilan darchaga
Borib ketamizmi? Ketdik jo'q. Qachongachaga boramiz? Man darsaga bormayman, to'g'ri boraman. Tayra qachongachaga boramiz? Nasr gaplarmi? Yana ustimdan kurvassalar, ustimdan kurmasliklari uchun 30 kilo qo'shib oldirdi. Rosta. O'zbekistonda go'sht narxi 30 kiloga oshdimi shunday? Hazır Feruz, sen go'shtingni oldirma, yog'ingni oldir. Shunda ozamanmi? Yo'q, ofetmechikda yog' so'rib ketyapti-da. Yana ustimdan kurvassam, hozir onam chaqirib pachchaga chiqaradi. Iltimos aytma onangga. Chaqiraman. Qizimni ko'ryapsan, onasi qanaqa bo'ladi hozir? Men yema yedirgan, ichma ichirgan qizimni ustim qilyapsanmi? Shu gap sizga yomon to'g'ri kelyapti, o'ylayapti. Onam ustidan kulma tug'ib katta qilib qo'yganlar. Rosta. Bular nimaga o'xshayapti aytaymi? Kichkina kinderni ichidan katta sovg'a chiqqanga o'xshaydi. Muncha ko'p pullarsan qilmay. Sanlarga sutga beraman, qamat boraman, qarab tur. Yo'q, opa, pashshadan fil yasaman. Kimni filni olsa? Sanni shu deyapti, mani pashsha deyapti. Nimaga chiqdingiz o'zi? Shunda gapim ko'p. Bir rubga chiqadi. Olimjon, quyoshim. Eslaysizmi? Maktablik vaqtimizda doim partamni tagiga ruchka tashlar edingiz. O'sha ruchkasiz boshingizga tushadimi? Shuningizdan tortar edim. Sochidan emasmi? Bo'yim yetmaydi. Ha. Eshitdim, uylanibsiz, farzandlar bo'lsiz, shirindan shakar. Iltimos, sevgimiz har hurmatli farzandlaringizga kichkina bo'lib qolgan kiyimlari bormi? Nima qilasiz? O'ziniki sifatida. Yig'ishtiray maynavozchingda, Feruz. Ana bu ona changolda ikkalagan tez ko'zimdan yo'qolib. Ketdi! Boshlovchilar nomiga dov tushirgani keldim. Hav! So'ramiz bizda birinchi sandiq ko'rinishi 75 yasharlik qari otaxon uylansa nima bo'ladi? Qo'limda kelgancha harakat qilaman. Darishni bilmayman lekin. Rahmat, biz chiqishlarimiz so'ngida sizlarga bir narsani aytib o'tmoqchimiz. Biz bugun sahnaga 7 yoshdan 70 yoshgacha 7 kilodan 700 kilogacha insonlarni olib chiqdik. 670. Qanaqa? Uchun 30 kilo go'shtimni oldirdim. Rahmat sizlar bilan Toshkent davlat texnika universitetining liderlar Jamoasi! Liderlar jamoasiga gulduros qarsaklaringiz. Davom etamiz va sahnamizga yana bir tajribali